Ushbu mototsikl sotiladi. Narxi kim ko'p narx aytsa o'shanga beraman. Lekin kam narx aytib boshimni og'ritmanglar. Chunki kam narx aytganga meni boshim og'riydi-da, shuni aytayapman-da. Lekin mototsiklim ozroq eski, buni ham tan olaman. Atak tan olmasam, lekin sizlar ham olmasanglar kerak sotib. Xullas sotaman. Kim olmoqchi bo'lsa, quyidagi raqamlarga telefon qilsa derdi, bu telefonim yo'q-a. Ha, mayli, kelaverasizlar. Xo'sh, yana bir ikkita daraxtlar olsam yetib qolsa kerak menimcha. Yetmaganiga yana kelib bo'lib ketaman yoki qishloqning yaqinida ham anchagina zo'r daraxtlarni ko'rib qo'yibman. Endi uzoqqa kelganga yarasha ko'proq olib ketay debman-da, chunki uzoqda nima desam ekan, nima dedim? Ekologiya buzilishiga hech qanaqa ta'sir bo'lmaydi. Og'zimdan chiqayotgan so'zlar bir-biri bilan urushib chiqyaptimi? G'alati eshitilishini ko'ryapsizlarmi? Endi uzrasizlar qaroshdak, chunki tomog'im biroz og'ir ekan, o'shanga chalkashliklar bo'lyapti. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men yana Jo'xa va sizlar meni issiqqina tandirdan chiqqan nonimga yo'g'i, qanaqa non? Videomga xush kelibsizlar. Qaroshdak videoga like bosib videoni oxirigacha ko'rishni maslahat beraman, chunki bugun sizlarga bitta cho'tka yangilik ko'rsatmoqchiman. Ya'ni qanaqa yangilik Jo'xa desanglar agar, qishlog'imizda o'zgarishlar bor. Ya'ni 97-qishloqda juda ham ko'p o'zgarishlar kiritildi. Hozir o'sha o'zgarishlarni sizlarga ko'rsatib o'tmoqchiman. Birinchi o'rinda qishlog'imizda kirib borish qismida mana bu yerda yo'l qilindi mana bunaqa. Men urug'manga nima kerak? Qarosh mana bunaqa yo'l qilindi qishloqning kirib borish qismida. Keyin mana bu yerga yangi bitta uy qurildi. Bu uyni adashmasam Rederni qishlog'idan olib kelishgan bo'lsa kerak. 67-qishloqdan kelgan. 67-qishloqqa ham yaqinda borsam kerak. Xullas zo'r yo'l bo'lgan. Buni qaranglar, qarochdak kirib kelish u dar. Bu yog'i mana bu tomon 1 2 3 4 5 blok bo'lgan bo'lsa, bu yoq 4 blok bo'lib ketgan. Atak bu tomon yana 3 blok bo'lib ketgan. Chunki qishloqda kirish katta kengligiga qaralgan. Bu yerda hech kim yashamaydi. Hozircha yangi uy. Bu yerda hech narsa yo'q. Keyinchalik kimdir ko'chib kelishi mumkin. Yaqinda bizda yangi zdaniyalar qurilishni boshlaydi. Shahar zdaniyalariga o'xshaydigan. Bu yerda kamchiliklar qolib ketgan. O'sha kamchiliklarni ham tuzatishsa zo'r bo'lardi. Xullas, bu yerlar to'liq yo'l qilingan. Bu yerda bitta polus qurilgan. Keyin yana mana bu yerda bitta polus qurilgan ekan, lekin qanaqadir daraxt qo'yib qo'yishibdi. Kongress menga bitta daraxt kerak edi o'zi ortiqcha. Mana u jetel, voy, qalisa yaxshimisan? Kiber ekan, u bizga qaramadi. Yana qanaqa stop. Bu o'zgarish emas. Bu yerga nima bo'ldi? Tushunmadim. Voy jetel, menga qara, bu yerga nima bo'ldi? Bittasini TNT portlatib yubordi. Qaysi ahmoq ko'chaning o'rtasiga TNT portlatadi? Bu yerda quduq bor edi-ku, nima bo'ldi? Quduqni ham qo'shib portlatib yubordi. Endi menimcha bu yerni sen sozlasang kerak. Menga kerakmi-da menga shu ish? Kim buzdi? Obbo, yaramas. Qaysimiz? Aytgancha yana bitta yangiliklardan birini sizlarga ko'rsatib o'taman hozir. Qaranglar. Mana bu yerda janob mer yangi mashina sotib oldi va uyini orqasiga yo'l ham qildirgan, ko'ryapsizlarmi? Bu Nissan avtomobili. Menimcha yaxshi avtomobil bo'lsa kerak. Endi haydab ko'rmaganman. Bu yerda chuqurlik bor edi, bilasizlar, o'sha chuqurlik tekislanib yuborildi va mana bu tomonda ham yo'l qilindi. Bu tomonda kansa yo'l va bu tomon ham aylanib o'tish uchun yo'l qilindi. Hozircha qishlog'imizda bitta mashina bor, ya'ni janob merda. Balki keyinchalik kimlardadir yana mashina bo'lib qolishi mumkin. Balki men mashina sotib olishim ham mumkin. Bu yerlarda hammasi zo'r, yangi o'zgarishlardan yana voy, bu yerni kim buzib ketdi? Obbo, qaysidir yaramas jetel bu yerni ham buzibdi. Mayli, bu yerni ham sozlayman. Tak, bu yerdan yo'l qilingan. Keyin qaranglar, bu yo'l dakansa ketgan, ana yoqqacha borgan. Juda ham chiroyli va bu tomonga ham yo'l qilingandi va qo'shni bu musurni qayerdan oldingiz? Qanaqa musur? Tetayimsa, bu meni mototsiklim, bobomdan qolgan. Boboyingizni musurimi? Mototsikl deyapman-ku, tetayimsan? Mototsiklmi bu hali? Mototsikl. Ko'rmayapsanmi? Ko'zing ko'rmi? Yo'q, ko'rmas. Nima bu yerga chiqarib o'tiribsiz? Nima musurga tashlamoqchimiz? Yo'q, tetay bobay, men buni sotmoqchiman. O'zingiz tentak bo'lyapsiz ekan-ku? Yo'q, nimaga? Bu mototsiklni kim oladi, qanchaga oladi deganday? Bilmadim, xullas $500 sotmoqchiman. $500? Bundan 10 ta beradi-ku. Yangisidan olsa bo'ladi $500. Bu eski, qarang buni. Bilmadim, xullas $500 deb turibman. Kimdir olmoqchi bo'lsa oladi-da. Tushunarli. Mayli. O'zingiz bilasiz qanchaga sotishdi, endi sizdan so'rab o'tirmayman-ku, bunchaga soting, unchaga soting deb mana bu yerlarni sozlashim kerak. Janob Medioniga borsam, aytgancha mana bu yerda ham yangi yo'l qilindi. Aytgancha bu yerni aytganim yo'q sizlarga. Tak, bu yerda mana polizimning yoniga ham yo'l bor, yaxshi bo'lgan. Bu polizim kichkina polizcham. Xo'sh, keyin mana bu yo'l oxiriga nimagadir yetkazilmay qolibdi.
Nimaga shunaqa kamchiliklar bilan qilishgan? Bu ishchilarga oylik bermaslik kerak yoki kam berish kerak. Chunki ishlarni juda ham ko'p nuqson bilan qilishgan. Hayronman. Mayli, hozir o'zim hammasini hal qilib chiqishga harakat qilaman. Hozir janob merning yoniga aytgancha bu yerda zapravka ham qurildi, yangilik. Endi mashinalar ko'payib qolsa kerak, o'shanga zapravka qurdirdik. Lekin mana bu ko'chalar juda ham tor. Bu yerdan mashinalar o'tib qaytish biroz qiyin bo'ladi. Assalomu alaykum janob. Va alaykum. Jo'xa, qalaysiz, ishlaring yaxshimi? Ha, yaxshi, rahmat. O'zingiz ham yaxshimisiz? Ha, bo'ladi. Kakras o'zi sen kerak bo'lib turuvding. Nima gap janob mer? Ko'chani ko'rdingmi? Bittasi portlatib yuboribdi. Rasvosini chiqaribdi, lekin rostdan ham. O'shani sozlash kerak. Tak, unda men sozlaymanmi yana? Ha, sen sozlaysan. Evaziga pul ham beraman senga. Mayli. Qarang, qarashdak. Qancha pul bermoqchisiz menga? $300 bo'ladimi? Ha, bo'ladi albatta. Bo'ldi, davay, unda ishni boshla. Qani bu yerga qilinadigan blok, ya'ni shag'al blok yo'q-ku menda. Xonamga kirsang, sandiqning ichida turibdi. Aha, sandiqning ichida demak. Keyin yo'lovchilar yo'l qurgandi, bilasizmi? O'shalar juda ham ko'p kamchilik qilib ketdi. O'shalarni birdan sozlab qo'yaymi? Ha, zo'r bo'ladi agar qila olsang. Ha, qilaman albatta. Unda ishni boshla. Mayli janob mer, o'sha men ketdim, ishni boshlayman. Lekin menga bel kurak kerakligini unutib qo'yibman shekilli. Uydan borib bel kuragimni olib kelishim kerak. Pul beraman dedi, eshitdinglarmi? $300. Agar $500 berganda balki yana eski shaldiroq mototsikl olardim. Endi tortib ko'raman, balki $300 ham berib yuborishi mumkin. Bu mana qaranglar. Va, verstak bekor bu yoqqa qo'yibman. Mana uni mana uni past qilib yuboribman-ku, boshim tegadi men bu yerda uxlaganimda. Mana qilib qaranglar, mana qilib yotsam, voy, rostdan ham boshim tegar ekan. Rostdan ham boshim tegar ekan. Normal atak mana boshim rostdan tegar ekan. Yomon. Bunaqa bekor qildiribman, boshqacha qildirishim kerak. Xullas, boshqa yangi uyga ko'chib o'tamanmi? Hali uni o'ylab ko'rganim yo'q. O'ylab ko'rishni nimasi kerak? Uy yaqinda rostdan boshqa uyga ko'chib o'taman. Bu uyni buzib tashlaymanmi? Qarochi, o'ylab ko'rish kerak. O'ylab ko'rmasak bo'lmaydi. Tak. Endi qolgan narsalarni ham, qolgan ishlarni ham qilishim kerak. Ya'ni mana bu ko'chadagi buzuq joyini sozlash kerak. Bu yerga blokdan blok topib kelishim kerak. Blokdan debman, ko'chadan blok olib kelish kerak. Qayerda ortiqcha blok bo'lsa, o'sha yerdan olsam bo'ladi. Mana shu yerda ortiqcha bloklar bor. Nima deysizlar? To'g'ri fikr qilyapmanmi? Ya'ni uyimni buzib, boshqa joydan yangi uy qurmoqchiman. Lekin zo'r yangilik qilgandim uyimni ichida ham. Uni ham ko'rsatmoqchi edim, atak vaqtim biroz yetmayapti. Balki keyingi qismlarda ko'rsatarman. Agar uyimni buzib yubormasam, agar buzib yuboradigan bo'lsam, ko'rolmasliklaring mumkin. Rostdan ham ko'ra olmaysizlar. Chunki buzmoqchiman rostdan ham. Aytganimdek juda g'alati bo'lib qo'ygan. Uxlab bo'lmayotgan qilib qo'yibman ekan uyimni tayini. Uyim tayini emas, birinchi qavatini. Chunki birinchi qavatda boshim tegyapti patologga. Agar boshim tegmaganda normali turar edi. Xo'sh, bu yerni qanaqa qilsak bo'ladi? Albatta mana bu blokdan foydalanamiz. Ya'ni shag'al blok bu, rostakasım shag'al. Bu yerda mashinalar harakat qiladi. Tak, okey va okey, chotki. Menimcha zo'r ish qilyapman. Doim o'zi bor ishlarni hammasini janob mer menga o'zimga buyuradi va o'zim qotirib qo'yaman hammasini. Tak, endi mana bu xavfsizlik nima edi? Qarochi, chegarachalarni olib tashlaymiz va bemalol harakatlansak bo'ladi. Mototsiklni sotib olib shu yerda bir harakatlanib ko'rishim kerak-da. Mayli, hozir harakat qilaman. Agar arzonroq bersa, tortishib olishga harakat qilaman. Xo'sh, menimcha hamma yo'qni normal qildim. Janob mer, ishlar tugadi, hammasini zo'r qildim. Ha, yaxshi. Pul beraymi senga? Ha, bering. Kirib ko'rchi, uyimda ishda pul bormi ekan? Men qayerdan bilaman uyingizda? Bor ekan, $300 bor ekan o'zi kakras. O'shalarni ol. Oldim. Tak, endi yopamiz. Bu yerdan ortiqcha narsalarni olib qo'yaman. Mana bu shag'al bloklarni o'zim bilan olib ketyapman. Agar yana qanaqadir buzuq joyini ko'rsam sozlayman. Bo'pti, to'g'ri ish qilyapsan. Mayli, bo'pti, rahmat janob mer. Arzimaydi, senga ham rahmat. Bo'pti. Tak, endi qo'shnimdan borib mototsiklni mana bu yerga haydab ko'rsam bo'ladi. Juda ham katta ko'cha bo'ldi, ko'ryapsizlarmi? Menimcha yaxshi. Bundan zo'r yoki kam zo'r deganda. Qo'shni, men $300 topa oldim. Berasizmi mototsiklingizda? $300 mi? $300. Buningizga o'zi bir sta ham ko'plik qiladi.
O'ylab ko'rish kerak. Nimasini o'ylaysiz? Bir musor shaldiroq mototsikl bo'lsa berib yuboring onasini ham. Siz menga berdingiz. Bersangiz qo'shningizga beribsiz-da. Olmaydi, pullarni mana shu yo'limdagi yashikka sol. Yashikka solsak, tak. Mana bo'ladimi? Bo'ladi. Mayli, bo'pti, rahmat. Sizga ham rahmat. Men esa ketdim. Qani yurar ekan. O, texnologiya. Bu qishlog'imiz ichiga yurishga malade zo'r mashina ekan. Zo'r mashina ekan. Gapni qaranglar, zo'r mototsikl ekan. Mashinalar yura olmaydi-da, kichkina tor ko'chalar. Mana bu ko'chani qaranglar, kengligini mazza qilib haydasa bo'lar ekan. Mototsiklni ham, mashinani ham, boshqani ham. Hozir uyimni oldiga boraman. Mana bu tomondagi yo'llarni bir sinab ko'raylikchi. Hali bu yerdan hech kim yurib ko'rmagan. Menimcha birinchi men yurib ko'ryapman. Ya'ni mashina bilan, ya'ni mototsikl bilan, mashina yo'q qishlog'imizda. Bu yerda ham yo'llar bor. Juda ham chiroyli qilindi qishloq hozir. Tak, mana bu yerdan burilib, yana mana bu yerdan burilamiz va mana uyimni orqasidan kirib boradigan ham yo'l qilingan. Juda ham zo'r chiqqan. Men o'zimga juda ham yoqdi. Xo'sh, osta mana nihoyat yetib ham keldim. Endi poliz. Uy ustiga chiqib ketdimmi? Buni qaranglar, nima bo'lib ketdi? Bu mototsikl emas, bu samolyot-ku. Maza, bunda uchsa bo'lar ekan, qaranglar. Ketdim, yana uchaman. Men uchaman. Deydi-ku. Men ucham. Voy. Nima bo'ldi hozir? Portlab ketdi va men o'ldim.